Madrasalarga hujjat topshirish 25-iyundan boshlanadigan bo'ldi va hujjatlar offline tarzda topshiriladi. Ya'ni siz madrasaga hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, sizga nimalar kerak bo'ladi, nimalarni tayyorlashingiz kerak? Hozir mana shu narsalarni aytib o'taman. Xo'p, birinchi o'rinda topshirmoqchi bo'lgan ta'lim muassasangiz direktori nomiga ariza va pasport yoki ID kartaning nusxasi aslini ko'rsatasiz va ma'lumotingiz to'g'risidagi diplom yoki attestatning nusxasi, buni ham asli hujjat topshirish davomida ko'rsatiladi. Va qolaversa 3 ga 4 rasm 6 dona, buni ham oxirgi 3 oy davomida tushgan bo'lishi kerak va orqa foni oq rangda bo'lishligi talab qilinadi. Bundan tashqari hujjat topshiruvchi kishi shu hujjat topshirish davomida agar boshqa chet tilidan imtihon topshirmoqchi bo'lsa, aytaylik, sizni ma'lumotingiz to'g'risidagi hujjatda, diplom yoki attestatda siz o'rgangan tilingiz, maktabda o'qigan tilingiz ingliz tili, lekin siz arab tilidan imtihon topshirmoqchisiz. Mana shu holatda siz arab tilini bilishingiz to'g'risidagi sertifikatni o'quv markazlaridan beriladi. Bu shunaqa sertifikatda hujjat topshirish davomida hujjatlar orasiga kiritishingiz kerak. Mana shu holatdagina siz arab tilidan test topshira olasiz. Va hujjat topshirib bo'lgandan keyin yana to'lov ham bor. Bazaviy hisoblashni yarim baravar miqdorida to'lov undiriladi. Bu qanaqa holatda deydigan bo'lsak, siz avvalgi yillarda ham madrasaga hujjat topshirgansiz, imtihon topshirgansiz, kira olmagansiz. Endi yana qaytadan topshiryapsiz. Mana shu holatda siz bazaviy hisoblashni yarim baravar miqdorda to'lov qilasiz. Agar siz joriy yilda, bu yilda ilk marotaba endi madrasaga hujjat topshirayotgan bo'lsangiz, ya'ni oliy ta'limdagi kabi, sizdan to'lov talab qilinmaydi. Hujjat topshirish tartibi shunaqa. Imtihonlar esa chet tili, O'zbekiston tarixi va ma'naviyat fanlaridan imtihon bo'lib o'tadi. 30 talik testlar taqdim etiladi abituriyentlarga va maksimal ballni to'plagan, yuqori ballni to'plagan abituriyent o'qishga qabul qilinadi. Mana shunaqa.